to'g'lar Muhammad Rasulullohning hadislariga murojaat qilib, shu biladigan insonlar shuni hech kimga aytmasdan yursa, ular xasis boyga o'xshaydi, odamlarga yetkazish kerak bu ilmlarni degan hadisga muvofiq men ham o'z bilganimni aytib o'taman. Bu yerga bu isbot dalil fakti bilan qanday insonlar Qur'on o'qishi joiz, qanday insonlar Qur'on o'qishi joiz emas deyilgan savolni shu 1001 savol bo'lgan. Endi malika kimda kim kelmasa shu savollarga 1001 savolimga Umarning qizi bo'lgan Hazrat Umar roziyallohning naslidan deylar. Savolimga javob bersa deydi, o'zimni ham podsho otasidan bitta qiz bo'ladi, shu boyligini ham podshohligini ham shunga taqdim qilaman. Men podshohlik qilmayman, shu podsho bo'ladi. Shu 1001 savolimga javob bersa degan e'lonni berganda, haligi xotinlar boylik kelishga dadasi boring. Mayli bizlar rozi, o'sha paytda rozi bo'lganda, shu siz donishmand, shu savoliga javob bering, shu podsho bo'ling deb erini haydab yuborgan ekan. Erlar kelibdi savol berganda birontasi zindonga deb, tamam zindonga tashladi, 100 ta bo'ldi bular. Agar debdi 40 kun ishdan chiqmasa, hammasini boshini olaman deb. Ular yerlar yig'larga, xotinni yeb quloq soldim. Bu dunyoni do'zaxga endi o'lib ketaman, savolga javob bera olmadim deb yig'lab, zor yig'layapti. Allohga bu ma'lum bo'ldi. Men buni chiqarib qo'yganman debdi. Malikani savoliga javob bergan donishmand buxorolik bor debdi. Tur debdi. Sen bor malika debdi, o'ldiradi bo'lmasa, sen savollarga javob ber debdi. Sen hamma narsani bilasan savolga. Shunda kelib savol javob bo'lganda savoliga javob berib, sen sham bilsang, men charoq degan 1001 o'sha savolga javob bergani haqida aytib beramiz. Birozgina joyidan, eng kerakli joyidan. Savol berdi malika. Qur'onni kimlar o'qishi joiz, kimlar o'qishi durust emas debdi. Donishmand aytibdi. Qur'onni jonini bilish kerak, uni qulfini bilish kerak, uni tojini bilish kerak, uni chirog'ini bilish kerak, uni mandalini bilish kerak debdi. Shunda donishmand aytibdi, men Qur'onning joni tahoratdir. Boshi e'tiqod bilan Bismillahirrohmanirrohim debdi. O'qimoqlik sho'ri qilinadi. Onasi Fotiha debdi. Qur'onning onasi Fotiha ekan. E'tiqod bilan o'qisa, ikki dunyo baxtiga musharraf ma'mur bo'lg'ay. Balolarni xalos qiladigan bu Qur'onning balolarni xalos qiladigan debdi. Bu yerda aytgan narsa dunyo va oxiratni bo'lg'ay. Balolardan xalos topar ekan degan. Qur'onni qo'rg'oni oyatul kursi ekan. Ko'ngli, ya'ni yuragi Yosin ekan. Arshi Ar-Rahmon ekan, kelinlarda ta'zim qiladi. Qulfi Sura-i Ixlos ekan. Mandali va charog'i Taborak ekan. Buyurlar hadda charog' bo'lar ekan, tahorat. O'sha. Xo'sh. Tashavvud o'sha Taborak yori tashavvud atayot ekan. Yori nima ekan? Atayoti lillah va tayyobat deb o'qiysan-ku. Atayot ekan yori. Atayot ekan. Xo'sh. Ulamolar aytibdilar, har kim bu savollarni xabardor bo'lmasa, Qur'on o'qishi joiz emas debdi. Bu qancha Qur'on o'qisa ham qabul bo'lmas ekan, so'roq bo'lar ekan. Qani o'sha go'rlar hadda aytilar ekan, qani Qur'onning onasini biladimi bu? Hayron bo'lar ekan. Charog'i nima, mandali nima, uni yorituvchisi nima? Taborak o'qiganmi? Shuni biladimi? Ishi besh ekan. Uning yori nima? Yori atayot. Xo'sh, salovat bilan o'qiladi. Atayotillah va sallavat tayyobat deb o'qiladi, o'tirib o'qiladi. Shu orada shu savol javobni bilmagan insonlar, demak Qur'onning onasi nima ekan? Bizda ona bergan ekan, Alloh taolo Qur'onga ham ona bergan ekan. Mana shu Qur'onning onasini tushingda o'qib bil. Agar o'qigan bo'lsang tushingda, ishing 5. Qur'onni o'qishing san joiz. Qur'onni hozirgi mullalar o'ziga
savol bersin, Qur'onni o'qi, 2 dunyo baxt soatini olibsan. Agar shuni tushunga o'qib bilgan bo'lsang, imommi, o'sha muftimi, kim bo'lsang, Qur'onni san tushunga o'qigan bo'lsang, xohlagan inson, artistmi, qaysi inson o'qigan bo'lsa, alhamdulillah robbil alamin. Ana bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah robbil alamin arrahmanir rohim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekunda o'qiysan buni. Shuni 1000 martalab o'qi. Yig'lab o'qi. Tushimga shuni o'qiydi. Senga 2 dunyo baxt saodatini Alloh beribdi. 2 dunyoda sen baxtlisan. Bu dunyoda ham baxtlisan. Oxiratda ham sen baxtlisan. Qur'onni o'qib, uni men bir marta tushirdim, 2 marta tushirdim deb o'qimagan bo'lsang, azobda qolar ekansan. Seni Qur'on ko'tarib o'tadi. Shuning uchun Qur'onni men ko'p Alloh menga berib qo'ygan tushimda o'qiganman buni. Men baxtliman, 2 dunyo baxt soatini bergan deb savol javoblar bo'lib, mana shu savollarni bilinglar. Qur'onxonlar, bu savolni bilsanglar, bu savolga javobini biz. Ar-Rahmon mana xuddi kelinlarda ta'zim qilish, Fabiyalar robbukum tukazziban deydi-ku. Mana shu o'rinda aytib o'tgan. Va bu ixlos nima ekan? Ixlos. Kulfi. Yosin nima ekan? Yuragi. Arshi Ar-Rahmon ekan. Kulfi Sura Ixlos arshi. Toji mandali nima ekan? Toji mandali. Qabringni, quburingni yodlagan bo'lsa 30 oyatni qabringni nurlik bo'lar ekan. Mulk surasi taborakalazin ekan. Yori nima ekan? Tashahhud ekan. Bu joyda aytib o'tganlar, buni bilmagan insonlar bildiringlar. Mana shu narsani o'qisin va yig'lab alhamni tushimda o'qiyay deb zorlan. 1 soatda 1000 marta o'qiysan. 1000 martadan ko'p o'qiysan. Alhamdulillah robbil alamin arrahmanir rohim maliki yawmiddin iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim g'oyril maghdubi alayhim. Boy bo'lasan shu bilan. Xayr barokat o'sha arshdan rizqing keladi. Qorning to'q bo'lib yuradi. Shu rohat qilasan. Berasan so'rayapsan Allohdan. So'raysan, iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Ye banda meni ulug'lading, nima xohlaysan beraman deydi. Ol deydi. Ana shu uchun sen buni so'rab Allohdan menga 2 dunyo baxt soatini ber, alhamni ber. Mening onam bor, Qur'onni onasi alham ekan deb o'qi. Atayotni o'qi. Shuni tushingda o'qi atayotni. Rasulullohni qiyomatda yonlarida bilasan. Mana sizlarga haqiqat. Rasululloh qayerda ekan deb bilaysizlar. Demak, buni yig'lab o'qing. O'sha yori, ya'ni seni qutqaruvchi sifatida qaraladi. Yosin esa uning yuragi ekan. Yuragi yosin ekan. O'sha Rasulullohga Alloh taoloning o'zi bergan. Xo'sh, bu yerda qarab tursa haqiqatdan o'sha Qur'onni onasi 2 dunyo baxt soatini berishi, bu dunyo va oxiratning ma'mur qilgay, ya'ni jannatlarni bergan oxiratdan. Alhamdulillah bergan. Mana shu 7 oyatni qo'ydiki, Muhammad ummatiga mukofot bo'lib qolganini aytayapmiz. Bu alhamni juda ko'p o'qing. Bu namozlarga qo'yildi. Har bir rakatda o'qi deydi. Buni tashlab ketma deydi. Har bir rakatda bir rakat o'qidingmi? Alham. Ikkinchi rakat keldimi? Alham. Deymi? Zam sura o'qi. Uchinchi rakatda alham, zam sura o'qi. Alhamni qaydir 32 marta bir kunda o'qi. Bu namozga qo'yildi. Endi sen ixtiyoriy ravishda buni bekor bo'lgan vaqtlaringda g'iybat illatdan ko'ra, noto'g'ri xayollarga borishdan ko'ra 2 dunyo baxt soatini tirash uchun o'tirib olib bir o'zing o'qi. Tushingga o'qimas ekansan. Tanangga rohat bermas ekansan. Yomon narsa. Hadeb ovqatni yeysan, joningga azob beryapsan. Joning qiynaladi, har xil dardlarni oladi. Agar alhamni o'qigan bo'lsang, joning rohatda dardlardan forig' bo'ladi va senga kasallikni keltirmaydi. Mana shu holatda Allohumma salli ala sayyidi Muhammad adadama filmillah salama salavat da'vati bidamil kullah. 1001 savoliga javob bergan holatda haligi kelib savolga javobki ularni qamoqdan chiqarib, xotin padaringga la'nat. Olib o'lib ketardim, donishmay yo'qkanman. Kim qanaqa savollar berdi bilmadim men. deb
xotiniga norozilik bildirib nikohidan haydamagan ekan. O'lib ketsam bu yeri qolar deng. Menga podshohlik kerak emas. Bitta savoliga javob berolmadim. 100 kishi yig'lab chiqqan ekan. Buxorolik donishmand Hazrati Umar naslidan bo'lganni savoliga javob berib 100 kishini qutqargan ekan. O'ldiradi degan bu, o'ldiradi, kallasini oladi degan. Nima uchun o'zing donishmand, aqllidan nodonlar bor-ku hozir, ahmoqlar. O'zini aqlliman deb. Bularni boshini olish kerak-da. Aqlli odamlar. Qur'onni bilmaydi, tahoratni bilmaydi. Bularni nima qiladi? Qiyomatda azobda qolishi haqida ana ozgina ma'lumot berdik o'rtoqlar, yordam beramiz. Endi Rasululloh hadislariga muvofiq ilm o'rganib, uni hech kimga aytmasdan yuradiganlar xasis boydan ham battar degan ekanlar. Ana shu uchun aytib beramiz o'rtoqlar, bilmaydiganlar bilib oldingizlar. Ana Qur'onni o'qish uchun mana shularni yetkazinglar, hamma bilsin. Men Qur'onxon desa-yu, bu narsani hozir O'zbekistonda Qur'onxonlardan so'rasang, Qur'onni yori nima desang bilmaydi. Qur'onni onasi nima desang bilmaydi. Biladimi? So'rashlaring mumkin. Qur'onni onasi nima desang bilmaydi. Uning qulfi nima desang bilmaydi. Uning yuragi nima desang bilmaydi. Uning chirog'i, qabrini yorituvchisi nima desang bilmaydi. Qur'onda qaysini bilish kerak? Uning qabristonni yoritish uchun erta go'rilar had yiqirsam, qaysini bilishim kerak desa, shuni ham bilmaydi. Bu taborak ekan. Qabristonga shuning uchun taborakni mullalarni o'zi o'qib qo'yadi. Lekin bular bilmaydi. Ko'pisi bilmaydi-da, shuni bildiringlar. Yer sayyorasiga bildiringlar, Qur'onxonlar bilsin inshaalloh. Mana shu xotinlar o'z yerini jazolab, mol dunyo uchun yerini o'ldirib yurar ekanda, malika o'ldirardi-da uni. Bir yer qolsa ham boylik kerak ekanda. Hozir muloqalar qancha? Yer kerak demayapti, boylik kerak deyapti. Nodonda. Allohu akbar, Allohu akbar, subhanalloh, alhamdulillah, la ilaha illalloh, Allohu akbar, la havla va la quvvata illa billahi azim. Endi qolganini ham aytib beramiz. Juda ko'p narsalarni sizga ma'lumotlarni beraman. Inshaalloh bilmaydiganlarga bildiringlar, yetkazinglar. Bunda bilim, ilm, Qur'on zamoni keldi-da. Ana Hadicha Magomedi o'qiydi. Nima uchun Hadicha alhamdulillohni o'qiydi? U biladi u Qur'onni onasi ekanini. Alhamdulillah deb o'qiydi. Mana shu uchun Hadicha Magomediga tashakkur bildiraman.